Ustozlar, o'quvchilar, mini sertifikatga tayyorgarlik davom etyapti. Yaqinda imtihonlar sanalari chiqadi va biz bugundan onlayn platformaga qaytdik va sizga yordam berishga harakat qilamiz. Bu Ziyo International School, men ishlaydigan maktab. Hozircha borimizni shu yerga beryapmiz. Bu Umarov Academy, ya'ni endilikda shu nom ostida onlayn platformada faoliyat yuritamiz. Demak, bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan 3 ta masala bor. Qaysi masalalar? ATFning 3 ta masalasi. Bu birinchi masala, bu ikkinchi masala va bu uchinchi masala. O'rtoqlar, bu uchala masalani to'liq ko'rib chiqishlaring kerak, ya'ni to'liq tahlilini ko'rishlaring shart. Chunki sertifikat darajasidagi 40 talikning ichida tushadigan 2 ta va sertifikatda 43 ga tushishi mumkin bo'lgan murakkabroq uchinchi masala. Uchala masalani ham bir ko'rishda aniq nimasi bo'ladi? Bir xil masaladek ko'riladi. Ya'ni bittasini ishlashni o'rganib olgandan keyin qolgan ikkitasini ishlash mumkin deb tushunishadi. Aslida unaqa emas. Ya'ni mana bu birinchi masaladagi e'tibor beradigan bo'lsak, nisbat berilgan, ATF soni berilgan. Ikkinchi masalada ham e'tibor beringlar, mana ATF berilgan, nisbat berilgan. Lekin bu ikkala masalaning ishlanishi ikki xil usulda ketadi. Masalaning ko'rinishi bir xil, lekin ishlanish usuli ikki xil. Demak, bir boshdan ko'rib ketaveramiz. Siz yo'lma-yo'lakay uni tushunib ketaverasiz. Tushunmagan joyingizni kommentariyaga, izohlarga yoki bo'lmasam Telegram profilga murojaat qiladigan bo'lsangiz, yana ham oydinlashtirishimiz mumkin. Demak, ketdik. Birinchi masala. O'simlik assimilyatsiyasida hosil bo'lgan va disseminatsiyada parchalangan glyukoza nisbati 18 ga 1. O'simlik shu payt jami 3368 mol ATF sintezlagan bo'lsa, fotosintezda sintezlangan jami ATFlar glyukoza sintezi uchun sarf bo'lgan. Va shart beryapti 33, 34 va 35. Shularni bajarishimiz kerak. Endi e'tibor qiladigan joyimiz masalaning kaliti bu fotosintezda sintezlangan jami ATFlar glyukoza sintezi uchun sarf bo'lgani. Endi keyingi masalaga e'tibor qaratamiz xuddi shu joyda. Beda barket hujayrasida glyukozaning to'liq parchalanishi va yorug'lik ta'sirida jami 5590 mol ATF hosil bo'ldi. Bunda ham jami berilgan, mana o'sha payt jami 3368, bu yerda jami 5590. Shundan so'ng xloroplast ATFning bir qismi glyukozaga aylandi. Sintezlangan va to'liq parchalangan glyukozalarning soni o'zaro 8 ga 1 nisbatda bo'lsa, quyidagini aniqlang. Endi e'tibor beringlar-da, bu yerda kalit boshqa joyda, ya'ni glyukozani to'liq parchalanishi bu yerda kalit. Bu yerda kalit fotosintezda sintezlangan jami ATFlarning glyukoza sintezi uchun ketganligi kalit vazifasini bajarib beradi. Demak, birinchi masalaga yechim qilamiz. Qancha tushunib olamiz? Endi e'tibor beringlar, fotosintezda sintezlangan jami ATFlar glyukoza sintezi uchun sarf bo'lgan bo'lsa, demak menda sintezlangan va parchalangan glyukozalar nisbatim borda 18 ga 1. Demak, mana shu 18 uchun hamma ATFlar sarf bo'lib ketgan deb hisoblayapmiz. Ya'ni xloroplastda sintezlangan hamma ATFlar sarf bo'lib ketgan. Xo'p, demak, men 18 ga ko'paytiradigan bo'lsam, ya'ni 1 mol glyukoza uchun 18 ta ATF ketadi. 18 mol glyukoza uchun qancha ATF ketadi desam, xloroplastinda sintezlangan jami ATFlar chiqadi, ya'ni 324 ta ATF. Bu xloroplastda sintezlangan ATFlar. Endi men bilaman nimani, ya'ni sertifikat darajasidagi masalalarda har doim xloroplast va mitoxondriya bir paytda ATF ishlab chiqaradi, o'simlik bo'ladigan bo'lsa agar, va ulardan nisbat 30 ga 1 bo'ladi. Xuddi shu nisbatdan foydalanib, mana bu xloroplastdagi ATFdan men mitoxondriyaga o'tib olishim mumkin. Ya'ni 324 ta bo'lganda mitoxondriyada qancha ajralgan. Demak, uni 324 ni 1 ga ko'paytirib 30 ga bo'lsak 10,8. Ya'ni mitoxondriyada xuddi shu payt demak 10,8 ta ATF chiqqan. Endi keyingi qism, mana bu mitoxondriyadagi ATF, ya'ni 10,8 ta ATF nimadan chiqadi? Chala parchalanishdan chiqadimi, to'liq parchalanishdan chiqadimi? Endi xuddi shu joyga mana bu yerga qaytamiz. Mana yerga e'tibor bersalaring, disseminatsiyada parchalangan glyukoza deyapti-da, to'liq yoki chalaligini aytmayapti. Eng muhim joyi shunda, biz buni to'liq olib keta olmaymiz. To'liq deganda to'liq olib ketardik. Demak, bunda ham chala bo'lishi mumkin, ham to'liq bo'lishi mumkin, aniq emas. Demak, mana 10,8 ni 1 mol glyukozdan parchalanganda 36 ta ATF chiqsa, o'sha 36 ga bo'lamiz. Ya'ni necha mol glyukoza to'liq parchalanganligini topish uchun o'sha paytda 36 ga bo'lsak 0,3 chiqadi. 0,3 mol.
Demak, menda o'zi boshida e'tibor bersalaring 1 mol glyukozam bor edi. Shundan 0.3 moli to'liq parchalangan bo'lsa, 1dan 0.3 ta ayiradigan bo'lsam, 0.7 mol qolyapti va u endi nimaga qoladi? Chalaga qoladi albatta. Endi menda 3368 ta ATF berilgan. Endi o'shani ishlatsam bo'laveradi. Ya'ni hozir shu paytgacha men 18 ga 1 nisbatan foydalandim. 3368 ni ishlatganim yo'q. Men 18 ga 1 nisbat son deb o'yladim-da, xuddi o'sha bo'yicha ketdim. Endi haqiqiy songa o'tamiz. Qanday qilib? Men hamma sintezlangan ATFlarni yozib chiqaman. Misol uchun, xloroplastda 10.8 ta ATF chiqqan, chala parchalanishda 0.7 mol glyukoza parchalangan, uni 2 ga ko'paytirsam 1.4 ta ATF chiqadi chalaning ichidan. Endi to'liq parchalanishda 0.3 ni ko'paytiraman 38 ga. Endi 0.3 ni 38 ga ko'paytirsam to'liq parchalanishdagi jami ATFlarim chiqadi. Ya'ni 11.4 ta. Endi mana shu uchala jarayonda, ya'ni hosil bo'lgan hamma ATFlarni o'zaro qo'shaman. Qo'shyapmiz 10.8 ni 1.4 ga qo'shyapmiz 11.4 ni. Hozir bu yerda ozgina chalkashlikni amalga oshirdik. Ya'ni mana xloroplastdagi ATFni mitoxondriyadagi ATF yozib qo'yibmiz. Buni joyiga qaytarib qo'yamiz. Ya'ni xloroplastimda 324 ta chiqadi. Endi buni qo'shamiz va yakunda 336.8 ta ATF chiqadi. Endi e'tibor beringlar, men 18 ga 1 nisbat olganimda 336.8 chiqyapti. Lekin masala shartida 3368 chiqyapti ekan. Xo'p, endi menga anaerob sharoitda sintezlangan jami ATFlar kerak ekan. Nimani topib olaylik? Umumiy glyukoza molni, misol uchun parchalangan glyukoza. Agar 336.8 bo'lganda 1 mol glyukozani parchaladi ekan jarayonda. 3368 bo'lganda-chi, ya'ni bitta belgiga surilyapti. Demak, 10 mol glyukoza parchalanyapti ekan. Xuddi o'sha paytda 18 mol glyukoza sintezlangan. Demak, bu yoqda 180 mol glyukoza sintezlagan bo'lib chiqyapmiz. Endi masala shartlarini bir boshdan bajarib ketsak bo'laveradi. Misol uchun 33-masala shartini ishlatishim uchun menga anaerob kerak. Anaerob teng bo'ladi sitoplazma plus xloroplastga. Sitoplazmani qanday topamiz? Jam parchalangan glyukozalarni 2 ga ko'paytiraman. 10 ko'paygan 2 teng 20 ta ATF chiqyapti bu yerdan. Endi xloroplast 180 mol glyukoza sintez bo'lgan, uni 18 ga ko'paytiraman. 3240 ta ATF chiqadi bu yerda. Keyin ikkalasini qo'shamiz. Xo'p, 3260 ta ATF hosil bo'lyapti ekan, jami anaerob sharoitda. Demak, bu yerda javob A bo'lyapti. Bu 33 javobi. Endi aerob sharoitda ATFga to'plangan energiya miqdorini toping kilojulda. Aerob bu to'liq. E'tibor beramiz. 1 mol bo'lganda glyukozam 0.7 chala, 0.3 to'liq, 10 mol bo'lganda demak 3 mol to'liq bo'ladi. Endi 3 ni ko'paytiraman men 36 ga, ya'ni mitoxondriyani o'ziga, keyin uni yana 40 ga ko'paytirib olaman. Demak, 33 bilan 34 javobi ham chiqadi. Buni ham javobi chiqqandek. Hozir ko'p vaqtimiz ketib qoladi. Ularga ham e'tibor bersak, demak bu masala xuddi shunday ishlanadi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Beda barg, et hujayrasi. Bu yerda nima bo'lyapti? Glyukozam bor, u to'liq parchalanyapti va yorug'lik ta'sirida jami 5590 mol ATF hosil bo'ldi. Shundan so'ng xloroplastda ATFning bir qismi glyukoza sintezlandi. Sintezlangan va to'liq parchalangan glyukozalar nisbati o'zaro 8 ga 1. Yana xuddi shunaqa shart deyarli. Demak, menda sintezlangan va parchalangan glyukozalar nisbati bor 8 ga 1. Sintezlangani 8 ta, parchalangani bitta. Endi e'tibor beringlar. Bu yerda menda xloroplastdagi jami ATFlar ketdi. Endi bu yerda to'liq parchalanyapti mana u 1 mol glyukoza. Endi bu to'liq parchalanyapti degani uni ichida chala yoki to'lig'i yo'q. Faqat to'liqdan iborat. Demak, agar 1 mol glyukozam to'liq parchalanadigan bo'lsa, sitoplazmada 2 ta, mitoxondriyada 36 ta, jami 38 ta ATF chiqadi. Endi menga xloroplastga o'tib olishim uchun o'sha paytdagi mitoxondriya kerak. Ya'ni yana o'sha nisbatni ishlatamiz. Mitoxondriya bilan xloroplastni birga 30 nisbati, bu 36 bo'lganda xloroplastda 1080 ta ATF chiqadi. Biz buni bilamiz. Demak, o'sha payt xloroplastda 1080 ta ATF nima bo'lgan? Hosil bo'lgan. Endi
Davom etamiz. Bizda o'zi 5590 ta edi. Menda esa qancha? Hozirgi jarayonda sitoplazmada 2 ta chiqyapti, mitoxondriyada 36 ta chiqyapti va xloroplastda 1080 ta chiqyapti. Shu uchalasini qo'shib chiqadigan bo'lsam, hozirgi vaqtda menda qancha borligi ma'lum bo'ladi. Demak, men 1080 ga 36 ni, keyin 2 ni qo'shyapman. 1118 ta ATF hosil bo'lyapti. Hozirgi holatda, ya'ni glyukoz ham 1 mol to'liq parchalanganda. Agar 5590 mol ATF hosil bo'lgan bo'lsa-chi desam, deyarli 5 marta katta mana. Demak, menda 5 mol glyukoza aslida to'liq parchalangan ekan. Endi 5 mol glyukoza to'liq parchalangan bo'lsa, undan men hamma kerakli narsalarni topib olsam bo'ladi. Misol uchun, hozir 8 ga 1 nisbatdagi mana u 8 ni ishlatamizmi endi deydigan savol tug'ilib qoladigan bo'lsa, ishlatamiz. Qachonki xloroplastda sintezlangan ATFlarning necha foiz sarflangan deb savol bersa, hozirgi bizdagi savolda nima deyapti? Nechta ATF fotofosforlanish jarayonida qatnashgan? Endi shunga nima mazmun kiritib ketamiz. Fotofosforlanish bu nima? Fosforlanish bu quyosh energiyasi hisobiga hosil bo'lgan ATFlar, ya'ni faqat xloroplastdagi ATFlar. Faqat xloroplastdagi ATFlar. Endi meni xloroplastimda qancha ATF chiqarsa, uni to'liqdan topib olaman. Agar 5 mol glyukozani to'liq parchalansa, uni 36 ga ko'paytiraman. Va shunda mitoxondriyadagi hosil bo'lgan ATFlar chiqadi, 180 ta. Keyin shu 180 ni 30 ga ko'paytirsam, xloroplastdagi chiqadi. Chunki 1 ga 30 nisbatda bo'ladi, 5400 ta ATF hosil bo'lyapti ekan xloroplastda. Demak, shu 5400 ta ATF fotofosforlanishda qatnashgan. Demak, javob 5400 ekan. Hozir biz ikkita masalani konkret yechim qilib chiqdik. Nimalarga qarashimiz kerak, nimalarga e'tibor berishimiz kerakligi haqida. Hozir umumiy daqiqasi 12 minut bo'libdi. Demak, davom ettirsak bo'ladi yana bitta masalani. Oxirgi masalaga keldik, o'rtoqlar. 3-masala. Bu yerda yuqorida ishlatgan ikkita kalitimiz ham yo'q. Ya'ni, birinchi masalada ATF hammasi sarflanadi, u kalit sifatida ishlatdik. Ikkinchi masalada glyukoza to'liq parchalanadi, uni kalit sifatida ishlatdik. Endi bu yerda qaraymiz, bormikan ular? O'simlik hujayrasida fotosintezning yorug'lik bosqichida hosil bo'lgan ATFning noma'lum qismi glyukoza sinteziga sarflandi. E'tibor beringlar. ATFning noma'lum qismi, o'zi ATF qanchaligi noma'lum, uni qanchadir qismi yana sarflangan, u ham noma'lum. Shu vaqt parchalangan va sintezlangan glyukoza nisbati 1 ga 6 va jami anaerob bosqichda hosil bo'lgan ATF soni 3256 ta bo'lsa, mitoxondriyada hosil bo'lgan ATF energiyasi sitoplazmada hosil bo'lgan issiqlik energiyasidan 3360 kilojoul ko'p bo'lsa, xloroplastda hosil bo'lgan ATF sonini toping. E'tibor beringlar. Masalaga biz oddiy yechim qila olmasligimizni bilgan holatda ikkita kalitni bermadi, shuni hisobiga bizga 3-kalitni beryapti. Ya'ni mitoxondriyada hosil bo'lgan ATF energiyasi bilan sitoplazmada hosil bo'lgan issiqlik energiyasi o'rtasidagi farqni beryapti, 3360. Demak, asosiy kalit shu. Biz shu kalitdan foydalanib ketamiz. Endi yana yozib olamiz bir boshdan. Demak, menda parchalangan va sintezlangan glyukoza bor. Parchalangan glyukozam 1, sintezlangan glyukozam 6. Men shu sonlarni haqiqiy son deb olishim mumkin. Yoki bo'lmasam noma'lum qilib olishim mumkin. Ikkita yo'lim bor. Uchinchi yo'limiz bor. Chala bu nisbatni oxiriga kelib ishlatamiz. Hozir ishlatadigan nimamiz nima? Glyukoza chala va to'liq parchalangan deb olib ketamiz. Chala va to'liq parchalangan. Ya'ni glyukoza aniq to'liq parchalangan degan yo'q. Shuning uchun glyukozamiz chala va to'liq parchalangan deb ketamiz. Shunda chalamiz X, to'lig'imiz Y bo'ladi. Endi menga aytayaptiki, jami anaerob bosqichda hosil bo'lgan ATFlar. Anaerobga nimalar kirardi? Sitoplazma kiradi, keyin xloroplast kiradi. Sitoplazma ikkalasida ham bor, chalada ham bor, to'liqda ham bor. X ni 2 ga ko'paytirsam 2x sitoplazma chalasida, to'liqda Y ni 2 ga ko'paytirsam 2y sitoplazmadagi ATF bu to'liqda X. Endi xloroplast bu to'liqdan chiqadi. Oldin men mana u Y ni, ya'ni 1 mol glyukozdan parchalanganda mitoxondriyada 36 ta mitoxondriyani topib olishim kerak xullas. Y ni 36 ga ko'paytiraman. 36Y bu mitoxondriya chiqadi. Keyin shu 36Y ni 30 ga ko'paytiraman.
1080 y chiqadi. Demak, xloroplastda 1080 y da ATF chiqqan. Demak, mana uchalasini qo'shib qo'ysam men jami robdagi ATFlarni chiqargan. Mana buni yozamiz, sig'may qolishi mumkin. Demak, 2x plus 2y plus 1080 y teng ekan 3256 ga. Shu yerda qisqartirib qo'yamiz, ixchamlashtirib 2x plus 1082y teng 3256. Endi tenglamamizda bitta qatori paydo bo'ldi. Mana o'rtoqlar. Endi ikkinchi qatorni axtarishim kerak va mana u kalitni ishlataman endi. Mitoxondriyada hosil bo'lgan ATF energiyasi. Mitoxondriya faqat to'liqda o'zida bo'ladi va unda 36y ATF chiqadi. Shu 36y ni 40 ga ko'paytirsam undagi ATF energiyasi yuzaga chiqadi. Ya'ni 1440y. Xo'p, endi sitoplazmada hosil bo'lgan issiqlik energiyasi. Sitoplazmadagi issiqlik energiyasi endi o'shanga yaxshilab e'tibor beramiz. Mana sitoplazmadagi issiqlikni topishim kerak ekan. Endi chalamdan 120x issiqlik chiqadigan bo'lsa, mana bu issiqlik o'rtoqlar 1 moldan 120 chiqardi, x moldan 120x. Mana to'lug'imda ham sitoplazmasi bor-da, unda 120y issiqlik chiqqan. Bu issiqlik. Endi o'rtoqlar, men mitoxondriyadagi ATF energiyasi bilan sitoplazmadagi issiqlik energiyasini farqini topishim kerak. Ketdik. Qaysi biri kattaroq? Albatta 1440 kattaroq. Nima qilamiz? Demak, 1440y dan ayrimiz 120x plus 120y ni. Shunda chiqadi 3360. Mana tenglamamni ikkinchi qatorini topish uchun formulani yozib oldim, ya'ni qator yozib oldim. Endi buni ixchamlashtiraman. Qavs ochilyapti, oldidagi ishora minus, demak ichkaridagi ishoralar o'zgaradi. 1440y minus 120x minus 120y teng 3360. Xuddi shu holat bo'ladigan bo'lsa, 1440 dan 120 ni ayiradigan bo'lsam, 1320y minus 120x teng 3360 qoladi. Endi mana tenglamam ikkinchi qatori ham paydo bo'ldi. Endi mana u yerda yuqorida hosil qilgan bitta qatorimizni pastga olib tushib olamiz. Faqat y ni birinchi yozib olamiz. Hech qanaqa ortiqcha ish bo'lmaydi bu. Demak 1082y minus plus 2x teng 3256 bo'lyapti. Endi mana u ikki noma'lumligimizni ishlab qo'yishimiz kerak. Demak, pastki qismda 60 ga ko'paytiraman, faqat plus 60 ga, chunki tepadagi son minus, plus 120 bo'ladi, keyin ikkalasi yishib ketadi. Xo'sh, endi biz 60 ni 1082 ga ko'paytirishimiz kerak. 64920 chiqar ekan va uni 1320 ga qo'shib qo'yamiz. 66240y bo'lyapti. Teng. Endi 60 ni ko'paytiraman 3256 ga. Quvva qo'shaman 3360 ni 198720 chiqadi. Shunda y topamiz. Bo'lingan 66240. Y-im 3 chiqdi. Mana y ni topib oldik. Endi x ni topib olsak bo'laveradi, shundan foydalanib. Mana misol uchun mana bu yerga qo'yamiz. Agar y 2 chiqadigan bo'lsa, mana bu yerga qo'yapmiz y da 1082 ni 2 ga ko'paytirsam 2164, 3256 dan ayrsam xo'sh. Demak, 2 chiqqan bo'lsa to'lig'im 2 ni 36 ga ko'paytiramiz 72 mitoxondriyada hosil bo'lgan ATF. Uni ko'paytiramiz 30 ga jami hosil bo'lgan ATFlar hosil bo'ladi, ya'ni общий 2160 da. Endi ana mitoxondriyadagi ATFni yana qo'shaman. To'liq mitoxondriyada ATFda 72 ta chiqadi. E plus o'sha mitoxondriyadagi to'liqda sitoplazmasi ATFni qo'shaman. 4 ta 2236 ta bo'lar ekan. Keyin undan ayiraman 3360
256 ni 1020 bo'laman uni 2 ga. 510 ikisidan 510 chiqyapti. Uzr o'rtoqlar, mana bu yerda adashib ketibmiz. Shuning uchun chiqmayotgan ekan. Men y ni 2 olib ketibman. 3 chiqarmiz-ku. 1082 ni demak mana bu yerga olib qo'ysam, 1082 ni 3 ga ko'paytiraman. 3246 chiqyapti. Endi 3256 dan buni ayiraveramiz. Minus 3256 10 chiqyapti. Demak mana bu 2 x'im 10 ga teng ekan. Demak x'im miqdori 5 chiqadi. Xo'p, bizdan nimani so'rayapti? Xloroplastda ortib qolgan ATF sonini so'rayapti. Demak, xloroplastdagi ATF topadigan bo'lsak, meni to'lig'ini topdik mana bu yerdagi 3. Endi shundan foydalanib xloroplastdagi jami ATF topamiz avval. 3 ko'paygan 36 ko'paygan 30. Xloroplastdagi jami ATFlar topamiz to'g'ridan to'g'ri. Shunda 3240 ta bo'ladi. Endi sarflanib ketganlar e'tibor beramiz. Mana bu yerda 3 mol, mana bu yerda 5 mol glyukoza parchalangan. Ikkalasini qo'shsam 8. Ya'ni menda birida o'zi 8 mol parchalangan ekan. Shunda sintezlangan jami qancha desam 48 mol bo'ladi. 8 kira 6 48. Endi bu yerdagi jami ATFda 3240. Endi mana 48 ni ko'paytiraman 18 ga. Ya'ni sarflanib ketganlarni topamiz. 48 ko'paygan 18. 864 ta ATFni ishlatib o'rgan ekanmiz. Mana jami 3240 dan 864 ni. Endi ayiraveramiz bir-biridan. Uni 3240 dan ayiramiz 864 ni. Xo'p, shunda yechim bo'lyapti 2376 degan javob. Demak bu javob C variantda turibdi. Demak biz buni ishladik. Xo'p, o'rtoqlar, ko'rib turibsiz, ATFni eng problemali masalalari bular, ya'ni bir-biriga o'xshaydi. Agar o'quvchi faqat ishlanishni yodlab oladigan bo'lsa, misol birinchisini o'rgansa, ikkinchisini o'rgansa, birinchisi problema bo'ladi. Birinchisi va ikkinchisini o'rganib turib, uchinchisini o'rganmasa, bu вообще problema bo'ladi. Demak, o'rtoqlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz har kuni sizga saviyali kontent uzatishda to'xtamaymiz. Bizni YouTube kanalimiz va Telegramda, Instagramda kuzatishingiz mumkin. Yaxshilikda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.